Kichik va yumshoq mevalar orasida siz e'tibor bermagan bir mevani tanitmoqchiman. U siz o'ylaganingizdan ham ko'proq foyda keltirishi mumkin. Oxirigacha ko'ring. Kivi haqiqiy vitamin bombasi. Tasavvur qiling, bitta kivida apelsindan ham ko'proq C vitamini mavjud. Olimlar uni hatto xalqaro kosmik stansiyaga olib ketishgan, chunki u kosmonavtlarning immunitetini mustahkamlaydi va stressdan himoya qiladi. Kivi tarkibidagi antioksidantlar va kaliy qon bosimini tushirishga yordam beradi va qon tomirlarini himoya qiladi. Agar siz kuniga 2 ta kivi yeyishni odat qilsangiz, xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Yuragingiz sizga rahmat aytadi. Uyqusizlikdan aziyat chekasizmi? Uxlashdan oldin kivi yeng. Uning tarkibidagi serotonin asablarni tinchlantirib, uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir muhim fakt: kivining postini ham yeyish mumkin. U hatto mevasiga nisbatan ko'proq kletchatka moddasiga ega bo'lib, hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Lekin uni yaxshilab yuvishni unutmang. Kivi nafaqat mazali, balki salomatlik uchun juda foydali mevalardan biri. Uni kundalik ratsioningizga kiriting va o'zgarishlarni sezing. Sizlar bilan doktor Namozov bo'ldi.